Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan detoks bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni detoks o'zi nima? Biz uchun detoks qilish, ya'ni organizmni tozalash nimaga kerak degan savolga javob berishga harakat qilaman. Siz ko'pchilikdan eshitgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni tozalashing kerak, o'zingni klizma qilishing kerak tanangni. Ya'ni tanangda o'sha ishlash jarayonida keraksiz bo'lgan narsalardan, ya'ni misol uchun yosh bolalarda bo'ladi, gija parazitlar bo'ladi, insonlarda yosh katta insonlarda ishlaklar, toksinlar bo'ladi va mana shu narsalardan sen organizmingni tozalab turishing kerak, detoks qilishing kerak degan ya'ni so'zlarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Mana shu savolga to'liqroq qilib ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, detoks. Biz kun davomida mahsulotlar yeymiz, iste'mol qilamiz va bu narsa oylab, yillar davom etadi. Ko'pchiligimiz misol uchun shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, yetarlicha tanamiz kerak bo'ladigan suvni iste'mol qilmaymiz. Ya'ni yetarlicha bo'lgan ozuqalar yeya olmaymiz. Ya'ni to'g'ri ovqatlana olmaymiz. Ya'ni ishda bo'lamiz. Oldimizga nimani misol uchun olol desak, nimaga pulimiz yetadigan bo'lsa va ratsionimizda qanaqa mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa ovqat qilingan bo'lsa, o'sha mahsulotlarni, o'sha ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Bu jarayon yillab, oylab davom etadi va bizning tanamiz ya'ni ishlash jarayonida xuddi nima deydi, filtrlar bor, bilamiz biz. Ya'ni misol uchun quvurlarda filtr qilib turadi, suvni filtr qilib turadi. O'sha filtr qilish degani, ya'ni keraksiz narsalarni ajratib olish degan. Keraksiz narsalarni ajratib olish jarayonida, ya'ni o'sha filtrni o'zida ham o'sha narsalar yig'ilib boradi. Ma'lum miqdorda oz-ozdan yig'ilib borsa ham bu yillar davomida qancha bo'ladi? Sizga filtr a'zolaringiz, ya'ni bizni tanamizdagi filtr a'zolarimizni birinchi sanab o'tamiz. Bizda qanaqa filtr a'zolar bor? Qaysi organlar filtr a'zo hisoblanadi? Bizni terimiz, ya'ni limfa tugunlarimiz bo'ladi. Terilardan keraksiz bo'lgan moddalarni chiqarib yuboradigan va oshqozon ichak traktimiz, ya'ni bu juda katta filtr a'zoyimiz, o'pkamiz, buyraklarimiz va jigarimiz filtr a'zolarimiz hisoblanadi. Endi mana shu filtr a'zolarimiz bizga xizmat qilar ekan va o'sha xizmat davomida u yanada misol uchun yaxshiroq xizmat qilish uchun biz hech bo'lmasa yilda 2 marotaba yoki bo'lmasa o'sha haftada 1 marta, dushanba kuni, payshanba kuni dinimizdan belgilangan, ya'ni ro'zalar qilish, ro'zalar tutish yaxshi samara beradi insonni aniqlash uchun, ya'ni qayta tiklanish uchun va organizmda keraksiz jarayonlardan, keraksiz moddalardan tozalashga juda katta foyda berishini bilamiz. O'sha jarayonda, ya'ni detoksda o'sha organlarimiz ma'lum bir vaqtda tashqi tomondan tushayotgan ozuqalarni hazm qilishda emas, ichki tomondan, ya'ni keraksiz bo'lgan moddalardan tozalanish, keraksiz bo'lgan, ya'ni bizga xizmat qilmaydigan toksinlardan, shlaklardan tozalanish bosqichini qilish uchun yetarlicha energiyani ajrata oladi. O'shaning hisobiga tanada tozalanish va qayta ishlashga tayyor bo'lish holatlari kuzatiladi. Endi biz detoks qilganimizda, ya'ni ma'lum bir misol uchun agar tabiiy ozuqalar bilan detoks qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha jarayonda foydali bo'lgan organizmda misol uchun yumshatish holati, organizmda o'sha organlarni yumshatish holati va tanadan misol uchun chiqib ketish jarayoni surish orqali o'sha jarayonlarni qilib beruvchi tabiiy mahsulotlar bor. Gazli suv bo'ladimi yoki qatiq bo'ladimi, yo o'sha limon sharbati, qanaqa holidir. Endi men tabiiy holatda qanaqa mahsulotlarni iste'mol qilib detoks qilishni to'g'rirog'i, chuqurroq bilmayman, lekin men o'zimda detoks mahsulotlari bor, o'zim biladigan va o'sha mahsulotlarni agar kuniga hafta davomida bir kunda bir marta, ya'ni haftaning bir kunini tanlab o'sha kunda qilaman yoki bo'lmasa oyda agar bir oyga rejalashtirgan bo'ladigan bo'lsam 3 kunlik, 5 kunlik, 7 kunlik programma qilib o'shanaqa detoks qilib olishga harakat qilaman. Detoks qilish jarayonida bizni tanamizda yig'ilib qolgan, ya'ni misol uchun organizmingizni olaylik, tasavvur qiling. Ichki, ya'ni
o'zlashtirish, tozalash jarayoni ketyapti. O'sha devorlarda yig'ilib qoladi. Keraksiz bo'lgan mana bu oddiygina ovqat yeganingiz ham kosada yug'inib qoladi. Xo'p, o'sha jarayon, ya'ni mahsulotni tana qayta ishladimi, o'shani yug'indisi qoladi. Siz tanangizga yordam berishingizda birinchi bosqichda nima qilishingiz kerak? Ertalab uyg'ondingiz, uyqudan ko'zingizni ochdingiz va o'sha holatda agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni og'izda, tilda, ya'ni qo'lansa hidlar yoki mana bu tilda ustida qoladigan nima deydi? O'sha organizmdan chiqqan moddalar bo'ladi. Slizlar bo'ladi. O'sha slizlarni biz tishimizni har kuni yuvishimiz bekorga emas. Endi organlarimizni xuddi shunaqa tozalanishiga yordam berishimiz kerak. Ertalab uyg'onganingizda birinchi, ya'ni xona haroratiga mos bo'lgan suvni ichib yuborishingiz, ya'ni ichib olishingiz shart bo'ladi va u nimaga yordam beradi? Sizda o'sha ichaklaringizda yig'ilib qolgan, o'sha hazm jarayonida, o'zlash jarayonida, kun davomida o'zlashgan jarayonlarni yig'ilib qolgan slizlarni bir sidrama yuvib beradi va ikkinchisini ichganingizda, ikkinchi o'sha bir stakan suvni ichganingizda o'sha holatlarni surib berishga yordam beradi. Biz erta tongda uyg'ondikmi, ya'ni kun davomida kechqurun, ertalabgacha, xo'p, erta tongda uyg'onib, kechgacha bo'lgan yegan mahsulotlarimiz va kechqurun davomida qayta ishlanish jarayonida erta tong otganda o'sha bir sidrama tanadan chiqib ketishi kerak aslida. Sizda esa katta hojatga borish holati kuzatilmayaptimi? Demak, bu tanada qolib ketyaptimi? Va bizni yo'g'on ichagimiz bor. Yo'g'on ichagimizda u mahsulotlar, o'sha axlatlarimiz yig'iladi. Axlatlar suyuq holatda bo'lganda, agar u o'sha kuni ertalab chiqib ketmaydigan bo'lsa, tanaga kerakli bo'ladigan suyuqlik miqdori tashqi tomondan olinmaganda, o'sha axlatning suyuqligi so'riladi tanaga. Bu juda qo'lansa hid tanaga so'rilish natijasida nima deydi, salbiy o'zlash jarayonlarini olib kelishi mumkin. Shuning uchun erta tong suv ichish va tanada keraksiz bo'lgan chiqindilarni chiqarib yuborish, tanada o'zlashmaydigan chiqindilarni chiqarib yuborish zarur bo'ladi va detoks jarayonida xuddi shunaqa holat, ya'ni tanada keraksiz bo'lgan, ya'ni yig'ilib tana o'sha organlarning devorlarida yig'ilib qolgan slizlar, shlaklar, toksinlar va qanaqadir moddalar tanadan chiqib ketish jarayonini ta'minlash bo'ladi. Bu narsa, ya'ni o'sha tozalanish jarayoni bo'lganligi bizga nima beradi? Bizga organlarimiz toza bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz iste'mol qilayotgan mahsulotni to'laligicha iste'mol qilib olish, ya'ni hazm qilib o'zlashtirib olish uchun zarur hisoblanadi. Misol uchun qarang, ya'ni davlatlar miqyosida tushuntirib beraman. Misol uchun O'zbekiston bor. O'zbekiston va boshqa rivojlangan davlatlarni olaylik. Ya'ni bizda neft ishlab chiqariladi, neft qazib olamiz. Xo'p, neftni qaysi darajagacha o'zlashtira olamiz? Ya'ni misol uchun ishlash jarayoni bo'ladi. Neftni kerakli moddalardan ajratish bo'ladi-yu. Va misol uchun boshqa rivojlangan davlatlar oladigan bo'lsak, har bitta moddasini ajrata oladi-da. Ya'ni o'shanga texnologiyalar bor. Bizda esa yarim tayyor holatda, qandaydir holatda benzinni, yoqilg'ilar, qaysidir moddalarni ajrata olmaymiz, ya'ni to'laligicha ajrata olmaymiz. Chunki bizda texnikalar yo'q. O'sha narsaga o'zlashtirib olish uchun moslashmagan. Endi qarang, xuddi sizni tanangiz ham, ya'ni boyagidek rivojlangan davlatlar qatday holatda bo'lgan bo'ladi-da. Agar tanangiz toza bo'ladigan, organlaringiz, o'sha filtr organlaringiz toza bo'ladigan bo'lsa, o'sha sizni tanangizga tushgan har bitta oziqani, ya'ni kerakli bo'lgan har bitta moddalarni tana o'zlashtirib ola oladi. Agar tanangiz shlaklarga, toksinlarga va keraksiz bo'lgan moddalarga to'lib toshgan bo'lsa, funksiyasi deydi-yu, organ, o'sha filtr a'zolarimizni funksiyasi to'liq o'zining funksiyasini bajara olmaydi. Xuddi O'zbekistonda, misol uchun, neftni qazib olib, qayta ishlash jarayonidagi imkoniyatlari bilan taqqoslasak bo'ladi. Detoks siz uchun nimaga kerakligi, qanchalik muhimligi, qanchalik ahamiyatliligi va misol uchun kasalliklarning paydo bo'lishi yoki kasalliklarning tanadan chiqib ketish jarayonida qanchalik muhimligini yoritib bera oldim degan umiddaman. Siz uchun foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosib qo'yasiz va kommentariyada o'zingizni
Ya'ni mana shu eshitgan ma'lumotlaringiz asosida tug'ilgan savollaringizni berib o'tsangiz, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman.